Do'zax darvozasi deb ataladigan bu chuqurlikda olov 50 yildan beri o'chmasdan yonib turar ekan. Hamda ushbu noyob chuqurlik biz bugun o'rganib chiqadigan go'zal Turkmaniston hududida joylashgan. Turkmaniston O'rta Osiyoning janubi-g'arbida, Kaspiy dengizining janubi-sharqiy sohillarida joylashgan davlat bo'lib, o'z sarhadlarini shimolda Qozog'iston va O'zbekiston bilan, janubda Eron bilan, sharqda Afg'oniston bilan bo'lishadi. Mamlakatning umumiy hududi 491.210 kvadrat kilometr maydonni tashkil etadi. Hududi bo'yicha dunyoda 53-o'rinda turadi. Aholisi 6.576.000 kishidir. Aholisining 85%ni turkmanlar, 10%ni o'zbeklar va qolgan qismini ruslar va boshqa millatlar tashkil etadi. Ashgabat shahri Turkmanistonning poytaxti bo'lib, bu shahar O'rta Osiyodagi eng go'zal shaharlardan biridir. Sanoat va tabiiy gaz ishlab chiqarish Turkmaniston iqtisodining asosini tashkil etadi. Turkmanistonning eng mashhur turistik zonalaridan biri bo'lgan bu olovli chuqurlik Qoraqum cho'li hududida joylashgan bo'lib, 1971-yilda Sovet olimlari tomonidan metan gazining tarqalib ketishini oldini olish uchun yoqib yuborilgan va bu olov o'shandan beri hali ham o'chmas ekan.